tarixda 2 kilo e'tibor bering. 2 kilo uzumni barakotidan qurilgan masjid bor. Haligacha bor u masjid. Bilasizmi qanaqa masjid? Bir kuni bir siz kabi, biz kabi bir obid kishi ertadan chiqyapti-da, bozordan o'tib, yaxshi bir o'sha Husayn uzummi yoki bu Rizamat otami, shunday bir oltinday uzumlarni ko'ryapti, ko'ngli ketyapti. 2 kilo olyapti-da, xodimiga aytayaptiki, uyga borib qo'y, men borgandan keyin yeymiz deyapti. Beraveryapti. O'zi ishlarini qilib, o'sha hojatlaridan bo'shab, asr vaqti, e'tibor bering. Asr vaqti boryapti. Ayoliga aytayaptiki, u ayol onalari, ana uzumni olib keling. Qaysi uzummi? Boya haligi xodimdan berib yubordim 2 kilo. Shu bolalar bilan bir o'tirib yeylik. Dadajonlari buni yeb qo'yibmiz deyapti. Bir shoh, bir shingil ham qoldirmadilar. Yo'q. Shunday o'tirdik, haqiqatda dadalari juda shirin ekan. Bir o'tirishda yeb qo'yibmiz. Bir dona qoldirmadilar. Yo'q deyapti. Bir dona, yo'q. Shunday jahlda turyapti-da, eshikdan chiqyapti. Eshikdan chiqib ketyapsa, "O dadalari to'xtang, o jahl qilmang. Nima u sizga uzum yetmay qolganmidi? Nima uzum ola olmay qolganmidingiz? Yana olib keltirasiz, yana buyurasiz. Hozir mana xodim borib olib keladi. Dadalari to'xtang" desa ham ayoliga quloq tutmasdan chiqib ketyapti. Endi bu xafa bo'lganligi, mana g'azabi chiqqanligi aniq. Nahotki deb ayoli ajablanib qolyapti. 2 kilo uzumga shunchalik qilyaptimi deyapti. Ketyapti er. To'g'ri kimga boryapti? O'sha yer bilan, uy bino bilan shug'ullanadigan tojirning oldiga boryapti. Menga deyapti, shu qishlog'imizning o'rtasidan eng yaxshi joyda menga palon so'tiq ajrat deyapti. Bo'pti, qachon? Hozir deyapti. Xodimiga pulni chaqirtiryapti. Qarang, asrdan keyin uyga borganida asrdan keyin qilayotgan ishini qarang. Va yer o'lchatyapti-da, yer o'lchagunicha ana u prorabni menga chaqir deyapti. Masjid quradigan ustalarni chaqirtirib, mana shu yerdan deyapti, eng hashamatli masjidni menga qur deyapti. Qachon? Ertadan? Yo'q, hozir deyapti. Hozir, yo'q, hozir qur deyapti. Qarang, asrdan keyin chiqib borib yer sotib olib, ustani chaqirib, katlavorni kazlatib o'ryapti. Va uyga xursand bo'lib kelyapti. Buni qarang, bir arab ulamosi aytib beryapti. Arab ulamosi, bu o'sha masjid hozir Arabistonda bor o'sha masjid. Aytadiki, men otamning o'rtog'i, o'zi imom. Otamning o'rtog'i imom edi, dadamni, otamning do'sti bo'lganligi uchun rahmatulloh alayhi bir eslab kelay deya bir imomni ziyoratiga bordim. Ziyoratiga borsam masjid eski. Ya'ni ammo shart-sharoitlari juda ham mukammal. Hozirgi biz jahon talabidagi har narsa qilingan. Aytdimki, hazrat, masjid lekin juda eski ko'rinadi. Bir 100-200 yillik bo'lganmi deya, u yoq bu yoqqa qarasam, yo'q. Bu masjid 100 yil, 200 yillik emas, 400 yildan oshib debdi. Bu masjidning qissasi bor desa, bu 2 kilo uzumni o'rniga bitgan masjid debdi-da. O'sha masjidni boyagi nima, og'amiz nima qilgan otamiz. Bu ahlim meni tirik turgan holimda, dunyo o'zimniki bo'la turib, men uchun bir shingil uzum olmabdimi, demak men o'lganimdan keyin molimdan bir chaqa ihson qilmaydi bular debdi-da. Tirikligimda borib masjid quray yaxshi deb, qarang o'sha 2 kilo uzum nima bo'lgan? 400 yillik masjidni qurilib barpo bo'lib, endi 400 yildan beri ibodat bo'lyapti. Mana Sayyid Umar Xo'ja hazratlari eshonimizni mana qurilgan masjidlari 200 yildan oshyaptimi? Hazrat Umar eshon buvamizga borayotgan ajr mukofotni tasavvur qilib ko'ring-da. Shundayin haligi kishi bir o'zi qurgan ekan. 400 yil bo'pti, 4 asr va aytadiki, u masjid shunaqangi mukammal, muhtasham qurilganki, hali u qiyomatgacha ham qoladi inshaalloh deyapti. Chunki mustahkam qurilgan. O'shanda bu imomimizga o'sha imom masjid aytib beribdi. Buning hikoyasi, buni nomi shunaqa 2 kilo uzumni badaliga bitgan masjidda deya bir rivoyat aytib bergan. Shuning uchun molingiz borligida qilib qoling. Qani siz ham ahlingizga u bu narsa olmamidi, uzummidi, qovmidi olib borib birga yeymiz deng. Qani birga yesalar yaxshi. Birga yemasa bilingki, sizning molingiz hali siz tirik tura turib molingizga molik emassiz. Odamlar ahlingiz xohlaganday uni sarf qilib yuboradi.